Assalomu alaykum. Azizdan aziz bo'lgan O'zbekiston xalqi, Amerika, esingi davlatlarida migrant bo'lib, o'sha yerlarda faoliyat yuritayotgan, bizni kuzatayotgan O'zbekiston xalqi. Mana bizlar Amerika Qo'shma Shtatlarining Ohio shtatining Cincinnati shahrida mana O'zbekistondan Amerikaga green karta bilan kelib, Amerika fuqaroligini olib, Amerikada через Meksikaga kelib faoliyat yuritib, green karta olgan yigitlarning bugun Qurbon hayit bayramining 2-kuni eng katta osh sayli, shu osh saylidagi lavhalarni sizlarga ilindim. Marhamat. Mana bizdan mana O'zbek xalqining eng suyukli oshpazlari Umidjon ukamiz. Mana ajoyib. Mana tomosha qilinglar. Mana zirvaga taxlangan, endi mana ustiga go'shtni taxlaydi. Mashallah, gap yo'q. Bu Qashqadaryo shahri Sabz kitob usulidagi osh taxlash jarayoni. Assalomu alaykum, oshpaz aka. Oshingiz shirin bo'lsin. Mana sizni butun O'zbekiston kuzatadi. Bu qanaqa Samarqandchami, qanaqa? Vodiycha osh bo'lyapti. Mana vodiycha osh. Ismingiz nima aka? Habibullo. Mana Habibullojon, Qurbon bugungi Qurbon hayit bayramlaringiz muborak bo'lsin. Osh sayli tashkil qilishyapti Amerikada. Mana shu green karta bilan kelgan через Meksikaga Amerika fuqarosi bo'lgan insonlar yig'ilishib bugun osh sayli tashkil qilishgan. Umridan baraka topsin. Mana Qo'qonlik akamiz haqiqiy qo'qoncha. Faqat to'ng'ara guruch emas. Inshaalloh hali boshqa safar yana tashkil qilamiz. Mana qo'llari dar ko'rmasin. Juda ham chiroyli, ishtahabob. Mana Umidjon ukamizning mana faoliyatiga Alloh madadkor bo'lsin. Ishlarni mana boshladi. Mana shu akalarimizning faoliyatini sekin kuzatib boramiz. Assalomu alaykum. Akajonlar, bu qanaqa osh? Samarqand? Yo Toshkent. Bu Toshkentcha. Toshkent. Aha. Yo Oshpaz akamiz ismlari. mana Samarqand. Tayloq. Tayloq-a? O, mashallah. Mana oshpaz aka bu yo'li. Lazizjon aka ismlari. Yo'q, Laziz aka. Ha, Laziz aka, qo'lingiz dar ko'rmasin. Mana butun mana shu Amerikadagi o'zbeklarimiz sizning oshingizdan bugun tanovul qilishib, sizga minnatdorchilik bildirishadi. Bilamanki, qo'lingiz Guruchlarni qarang, yugurib ustozlarning duosini olgan oshpazning oshi ekanligi bilinib turibdi. Kam bo'lmang, bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Mana shu Amerikada faoliyat yuritgan o'zbeklarimiz juda katta mana bugun Qurbon hayit bayramining 2-kuni osh sayli tashkil qilishgan. Minglab odamlar hozir yig'ilishadi. Qo'lingizda ko'rmasin lazim. Assalomu alaykum. Bu qanaqa osh aka? Mana Samarqand Jomboy osh. Ismlar oshpaz akam? Laziz aka. Laziz akam qo'lida ko'rmasin. Mana osh qozondan chiqib ketaman deydi, qarang. Mana osh shunaqada, osh o'zining bir ko'rki bilan, tarovati bilan insonni o'ziga jalb qiladigan osh. Baraka topinglar. Mana mashallah, tabarakallah. Mana bugun Amir Temur bobomiz davrlarida 40 qozonda osh bergan deganda, mana bugun shu 40 qozon bo'lmasa ham o'shanga yaqin darajada osh tashkil qilingan. Qo'llarida ko'rmasin. Mana yana qozonda osh. Azizlar, bayram paradi juda katta. Mana Samarqand shahar osh markazining Amerikadagi filiali. Aka, Hammani hayit mana bayramdan tabriklayman. O'sha nima deyman? Yanagilari mana shunday bayramlar o'tkazish hammamizga nasib etsin. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik. Kelingizlar oshga. rahmat. Sog' bo'linglar, salomat. Rahmat. Mashq. Mana Mana oshpaz akamizning mana qo'llari mana qozonda qanday aylansa, shu o'zbek xalqiga sizni kuzatadigan
muxlislaringizga bir tilaklaringiz aka. Qurbon hayit bayrami bayrami munosabati bilan. Bismillah. Hamma musulmon xalqini, musulmon ummatini hammalarini hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Kelasi yillarga ham haqiqatni nishonlash nasib qilsin. Amin. Hammalar sog' salomat. Tashakkur. Oshga marhamat, mana akamizning mana tayyorlagan oshlari juda ham ishtahabob. Rahmat. Amerikada har bir o'zbek oshni yeganda mana shu oshpazni eslashadi. Umidjon Mirzayev mana shu bugungi hayit bayrami munosabati bilan o'zbek xalqiga, sizni kuzatadigan muxlislaringizga Umidjon bir tilak bildiring. Sog' salomat bo'lsin. Hurmatga qilgan musulmonlar yashsin. Qurbon hayit hammaga muborak bo'lsin. Rahmat, tashakkur. Oshlar shirin bo'lsin. Mana shunaqa so'lim jannatmakan joylarda bayram tashkil qilishga nima yetsin do'stlarim. Qarang. Go'zalligini qarang buni. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana Mana bugun bayram. Bolajonlarni qarang, bolajonlarni o'ynashini. Quvnoqligini, yuzdagi bolalarning tabassumini qarang. Ay, mashallah. Bu kunlarda musulmonlar nima qiladi? Hayit kunlari go'zal narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, hayit kunlari ota-onani ziyorat qilishning katta saodat kunlari. Ota-onalar tirik bo'lsa, katta saodat. Shunaqa hadislari bor. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ota-onaning yuziga boqib turishlik ibodat. Qarab turishligingiz, ota-onaning yuziga qarab jilmayib turishligingiz ibodat. Hamda birodaringga, ya'ni dindosh birodaringga begonami, yaqinni farqi yo'q, o'shanga jilmayishing, tabassum qilishing bu sadaqa. Qani mehmon o'tirlar, o'tirlar. Bir-biridan bo'lar bo'lmas narsani shundan bir-birini nima qiladi, adovat saqlaydi. Ayniqsa shu hayit kunlar. Hayitgacha bir-biriga adovat saqlab yurgandir, bir-biriga gina saqlab yurgandir. Hayit bu yechim bo'lish kerak deydi kitoblarda keladi. Nimaga yechim? O'sha tugunlarga yechim bo'ladi. O'sha bir-biridan borib yechim. Men shunaqa insonlar bilan aytadiki, biz faqat bilan 20 yil gaplashmagan. Mana bu zal ayollarimiz tashrif buyurishgan. Mana juda chiroyli. Dasturxonlar ham juda chiroyli. Mana O'zbekiston Respublikasining Qashqadaryo viloyatidan mana Amerikaga kelib mehmon bo'layotgan va Amerikada yashayotgan insonlar. Bugun Qurbon hayit bayrami ekan, tilaklaringiz. Assalomu alaykum barchaga, yurtdoshlarga, barcha joydagi o'zbeklarga. Hayit muborak bo'lsin. Hamisha yurtimizda, dunyomizda tinchlik, xotirjamlik barqaror bo'lsin inshaalloh. Amin. Rahmat. Mana bizning sher yuragimiz. Voy voy, tinchgina uxlab yotdi.
Onajon hayit ekan O'zbekistonda sizlarni kuzatadigan insonlar ko'p. 50 mingga yaqin inson tomosha qiladi. Shularga bir Amerikada turib tilak bildiring bugun bayram. Onajon ayting. Allah mübarek kılsın kurban hayatlarınızla. Bu yıl hayata teşvik olacağınız yaxshilik bilan yetişsin. Mana shu diyorda maqlayotgan o'zbeklar mana tinch totuv yashayaptilar. Xotirjamlikdan hammasi bayramni o'tkazyapti. Hammalaringizga muborak bo'lsin. Tashakkur. Shu hayot yana bu yerga yetishsin. Rahmat. Mana do'stlar, shunday keng bepoyon mana bolajonlar o'ynashyapti. Joyda bayram tashkil qilingan. Mana Muhammad Sodiq Yusuf hazratlarining nomiga qo'yilgan Amerikaning Ohio shtatidagi eng katta masjid mana shu joyda qurilyapti. Hali tugab qurilishi oxiriga yetmagan. Mana odamlar kelishni boshlashgan. Mana gavjum. Xudo xolik baraka topsin, juda ko'p. Mana shu o'zbeklarimiz bolalari kelib Al Bayan akademiyasi arab tilida ilm o'rgatadigan dargoh. Hammalaringiz mana shu joyga qadamlaringiz yetishi kelib ilm olishlaringizni farzandlaringizga Alloh madadkor bo'lsin. Mana mana nevaramiz Umarbek, Maryamxon, mana nevaramiz Maryamxon, Yusufbek mana bugun shu bayramga tashrif buyurishgan. Hammalariga Alloh madadkor bo'lsin, ishlari omadli bo'lsin. Qurban hayit bayramida qilgan o'zbek xalqim borki, musulmon dunyosidagi musulmonlar borki, qilgan duolar ijobatli yuzlari yorug' bo'lsin. Amin. Mana ana Umar Palvon mana azizlar, mana Amerikada faoliyat yuritayotgan Azizjon o'g'limiz, mana Alisherjon o'g'illarimiz. Alloh shularga madadkor bo'lsin, ishlariga omad yor bo'lsin. Mana yuzlari yorug' O'zbekistonda, Amerikada o'z o'rniga ega bo'lgan yigitlar, shularning niyatlarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Mana butun o'zbeklar yig'ilib masjidda birlashib har yili zabaragan baraka topsinlar. Hammani yig'ishga sababchi bo'ladigan odam. Hamma shu hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Aqlchiligimiz yo'qolmasin. Tilingizga asar. Qarang. Ayyomlar bilan bugun mana shunaqa Zafar hoji akamning tashabbuslari bilan shu o'zbeklar yig'ildik, hammamiz oilaviy mana orqada bolalar mazza qilib o'ynaydi. Shu bitta osh. Kelinglar mana Ohioga, Nyu-Yorkdinglar, ko'chinglar Ohioga. Mazza qilib masjidda menimcha hamma shtatlar orasida eng aqlli Ohio deb bilaman. Shunaqa. Kelinglar. Haqiqatan ham mana shu Azizjon to'g'ri aytdi. Shu Amerika Qo'shma Shtatlarida 49 ta shtat bo'lsa, shu shtatlar ichida eng o'zbeklar O'zbek community bo'yicha bir jamoa bo'lib birigadigan, ahil, inoq bo'ladigan shtat bu Ohio. Ko'ringizlar, ibrat olingizlar.
havas qilingizlar, niyat qilingizlar. Ilohim ishlaringiz sizlarga ham omadli bo'lsin. Qilgan Qurbon hayitda duolaringiz ijobat bo'lsin. Amin. Oshlarning sultoni. Mana osh. Mashallah, mana osh. Yoqimli ishtahalar. Oshpaz akam qo'llari kattlar ko'rmasin. Umridan baraka topsin. Haqiqiy osh mana shu bo'ladi. Mana do'stlar, 9 ta qozonda osh ekan. Mana shunga yarasha odamlar yig'ishyapti. Soat 1da osh tortiladi. Hozir mana 12:15. Bizni kuzatishni davom etingizlar. Biz sizlarni Amerikadagi yangiliklar bilan xabardor qilib boramiz. Ko'rishgandan ko'rishguncha. Ishlaringizga omad.